Xolasa mana bitta hammasini video qilamiz. Ketyapti mana yo'l sekin. Hozir montajini 1 kilometr joyida bo'lganmiz. 650 metrdan keyin 750 metrdan keyin ko'llarga tushishni boshlaydi. 4 ta ko'lga tushirib qo'yganmiz. 4 ta ko'lga suvni ochdik xudo xolasa. Latoklarimizda suv yurishni boshladi. Xudo xolasa mana ketyapti. Balandroq ekan, bir marta sekin olib ketamiz endi mashina. Mana to'lib oqyapti latogamiz. Mana ko'rishlaring to'lib chiroyli bo'lib oqib ketyapti latogamiz. Har bittasiga porsinga qo'yib chiqilgan. Tagiga uklonni olishlik uchun, yerdan ko'tarib qo'yishlik uchun. Buni qo'yib qo'ysa yerga o'tirib kelsa ham bo'ladi. Umri qisqaroq bo'ladi. Bunda umri ozgina uzoqroq bo'ladi. Endi tugamaydigan narsani o'zi yo'q. Hamma yo'q tugaydi. Hamma narsani vaqt soati bor. Vaqt soati kelganda hamma narsa tugaydi. Bu ham kontiner material ham bir kun tugaydi. Endi hozir 10 yil 12 yilga chidaydi deb turibmiz. Xudo xolasa 7-8 yildan beri bu latogimiz turibdi. Ishlab turibdi. Shuning uchun o'shani nasini olib 10 yil nari beri ketyapmiz mana o'qishlari. Klondan kelib oqishlar juda tez oqib ketyapti. Juda chiroyli qilib klonlarni olib chiqib qo'yganmiz. Bu 1 kilometr deb gapga oson. Buni bitirib olishda o'zi bo'lmadi. To'g'risi summalar ham juda ancha bo'lib ketdi. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa, menga mana shunaqa ma'qul deydigan bo'lsa chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa. Buni 1-2 kunda bo'ladigan narsa emas. Hech yo'q 1 kilometrda 15 kun, 20 kunda bo'ladigan narsa. Shuning uchun kimga qiziq bo'lsa, qo'ydiradigan bo'lsa, ertaroq harakat qilgani ma'qul. Chunki hozir sholilar baliq ko'lga baliqlar tashash payti tobora yaqinlashyapti. Shuning uchun tezroq harakat qilganlar yaxshi. Latogimiz hamma joyi chiroyli oqib ketyapti, to'lib. Xudo xolasa yuzlarimiz yorug' qilib inshaalloh suvlarni chiqarib oldik. Temir latogimiz 2.30 stik bo'ladi. Mana asvarka bilan ulanadi. 2.30 da. Biz tayyor shunaqa 2.30 bo'ladi. 2.30 ga bukib qo'yiladi. Mana bu o'rtacha varianti. Uni kichinasi ham bo'ladi, kattasi ham bo'ladi. Suvga qarab bemalol kattasidan ham kichinasidan ham qilib berilaveradi. Xudo xolasa. Hozir bunda 350 suvi oqyapti. 55 kilovatning suvi oqyapti. 35 gektar ko'lga ketyapti. Shuni suvi.
bir latok. Bir latok hozir hali 1 kilometrni uladik. Endi yana 400 metr bor. 1400 metrga mana shunaqa bir latokda olib borib olib ketamiz. O'sha 650 metrdan keyin ko'lni chekib ketadi. 750 metrdan keyin o'sha ko'llarga tushishni boshlaydi. Boshlab 9 ta ko'lga turbalarda olib tushib suvlarda nima qilib qo'yganmiz. Hozir 4 ta ko'lga tushib turibdi shu suv. Bu suv bitta boshqa joy bor. Ko'rib qo'yamiz. Suvimiz mana xolos. To'la bo'lyapti. Buni klonini chiqarmasa bo'lmaydi. Buni klonini misol o'zlaring qiladigan bo'lsalaring ham bemalol 500 metrga hech yo'q 120 klon berishlaring kerak. Mana shunaqa latok bo'lsa, shunaqa shu o'rtali latok bo'ladigan 300-350 lik suv sig'ishligi uchun 120 klon berish kerak 500 metrga. Bo'lmasam oqmaydi. Yo, misol 1 kilometr 1400 ga hech yo'q 240-250 atrofida uklon bo'lishi kerak. Bo'lmasam oqmaydi. Oqadi, lekin suv sig'maydi. Ozroq suv sig'adi, ozroq nasos suv sig'adi, lekin 250 likda suv sig'maydi. Toshib ketadi. Chunki shunda mana to'lib lo'mala oqyapti. Başlı lo'mala bo'lib ketganman. Hozir başlı 500 metr oshliq 650 metr joygacha keldik. 650 metr. Bu 600 metrda zibirimiz bor. Zibirdan olib ketganmiz uni. Zibirdan shu bunaqa qilib olib ketganmiz. Ferma to'qib, fermaning ustida o'tib ketganmiz. Hozir mana ko'rsatamiz shuni. Bizga obuna bo'lganlarni barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga obuna bo'lganlaringga Alloh xolasa ishtiyoqimiz oshib, bunda yaxshi narsalar, bunda yaxshi qilishga harakat qilamiz inshaalloh. Obuna bo'lmasdan kuzatib turganlar albatta bizga obuna bo'ling. Like bosing. Xudo xolasa bunda yaxshi narsalarni ixtiro qilib, bundan boshqa narsalarni Xudo xolasa chiqarib elimizga, yurtimizga oson bo'ladigan ekonom variantlarni Xudo xolasa qilishlikka harakat qilamiz. Xudo xolasa Xitoy deyiladi. Xudo xolasa biz o'zbeklarning ham shunday paddishka bilan qo'llab-quvvatlaversa, inshaalloh Xitoydan o'tib ketamiz. Xitoy qilinmaydi. Inshaalloh hamma narsa, hamma yo'q o'zimiz O'zbekistondan chiqadi. Xudo xolasa. Buning uchun bitta like, kommentlarni yozib, Alloh O'zbekiston deb obuna bo'lganlar har bitta bizga inshaalloh bundan da yaxshi narsalar chiqarishga, bunda ekonom variantlar qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Bunaqa yerda
Bitonni tortishdi, bitonlarni lotok tortishni iloji yo'q, chunki bu yerga hech narsa yurolmaydi. Qumlik joy, bo'sh yurolmaydi. Ko'lda ichida umuman yurolmaydi. Ko'lda ichida katta texnikalar yursa, qumlik joy botib qoladi. Shunaqa joylarga bemalol mana shunaqa latoklarni tortib berishimiz mumkin. Chiqib hazlakam bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi. Lekin juda ekonomligi bor. Masalan, suvdan ekonom bo'ladi. Mana shu ko'lga qo'yiladigan bo'lsa, shuncha metrdan kelib kislorod 10 barobar oshib kelar ekan. Shunaqa baliqlarga yaxshi, kislorod olishiga yaxshi. Intensivni baqlaydigan bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa endi biz sekin shu pastiga tushib o'tib olamiz endi. Bizda birdan nari yuziga fermerlar to'xtash ekanmiz, fermerlar o'tganmiz. Kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Bizni jamoamiz bilan xolasa tez va sifatli qilib bitkazib beramiz. Yo Alloh. Bizlar o'tib oldi bittasidan. Agar o'ylansam o'tish kerak endi bunda.